Assalomu alaykum. Anchadan efirga chiqyapmiz. Mana bugungi mehmonimiz Qo'g'irchoqqa o'xshab. Shokirjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Gulnoz opa. Demak, bugun studiyamizga O'zbekiston veteran jangchi faxriylar birlashmasi qoshidagi Vatanparvar fidoyilar badiiy targ'ibot jamoasi rahbari, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi podpolkovnik Alisher Hamroyevni taklif qilganmiz. Alisher akam san'atda ham o'z o'rniga ega bo'lgan, qolaversa yurtimizda aynan shu ma'naviyatni, ma'rifatni, odobni, tarbiyani targ'ib qiluvchi shaxslardan biri sifatida ko'pchilik yaxshi tanishadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Avvalambor sizni tabriklayman. Kechaga bayramlar bilan sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasini sizga tilayman. Rahmat. Sizga ham shu niyatlarni tilayman. Salomat bo'ling. Iloyim mana shu radioda ishlaringiz bardavom bo'lsin. Baraka topinglar. Rahmat. Bizni e'tirof qilib, e'tibor qilib chaqiribsizlar. Shokirjon, Gulnozaxon, sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa, men ham sizni mahallamga chaqirishga hozir o'ylab o'tirdim. Xudo xolasa chaqiramiz. Ikki qatorgina o'zingiz hozir she'ritib, ashlatib berdingiz-ku, lalakaymi? 98-97-yilda deysiz. O'shani ikki qator aytib bersangiz. Yoshligimni esladim men ham. Ana qarangda. Mana ko'rdingizmi qanaqa? O'sha davrga qaytgandek bo'ldi. Qaytgandek o'tirdim. Qaytgandek bo'ldi. O'sha nimada bor, YouTube'da qo'yganman shuni. La 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 ich keldi, ko'chaga moy ich keldi. La 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 ich keldi, ko'chaga moy ich keldi. Ko'chaga moyni tashlab, sanamga sovch keldi. Ko'chaga moyni tashlab, sanamga sovch keldi. Lalaychilar qopi quruq ketsin ey, o'z yog'iga o'zi kuyib ketsin ey. Lalaychilar qopi quruq ketsin ey, o'z yog'iga o'zi kuyib ketsin ey. Shumsovchilar sanamjonga kelguncha, meni ikki ko'zim uyib ketsin ey. Shumsovchilar sanamjonga kelguncha ey, meni ikki ko'zim uyib ketsin ey. La 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 ich keldi, ko'chaga moy ich keldi. Ko'chaga moyni tashlab, sanamga sovch keldi. Ko'chaga moyni tashlab, sanamga sovch keldi. Mana shuni to'xtatib turmas. Mana shu radioning ichiga kirganimda o'zimni o'tmishim esimga tushadi. O'zimni yoshligim esimga tushadi. Chunki mana bu kaloritda, bu kaloritda. O'sha sizni ham esingizga tushibdi. Men shu narsani sizlarning eslaringizga tushirganim uchun rahmat. Bu 97-98-yillar edi. Bu qo'shiq juda ham mashhur qo'shiq bo'lib ketgan o'zi. Bunday olganda men mashhur qildim deb o'ylayman. Albatta. Tanijonlari sog' bo'lsin. Gulnozaxon e'tiborda bo'larimdan xursandman. Mana hozir Shokirjonim o'tirgan joylarda xayollar cho'mib qoldi. Yoshini esladilar shekilli, Shokirjon siz ham. Alisher akamni yaxshi qo'shiqlari bor. Buni butun O'zbekistonimiz yaxshi biladi. Bu vatan, Bu vatan. seningdir. Alisher aka o'zingiz eslating. Mayli endi. Ikki qatorgina shu she'ringiz ham ana kuni bizda parad bo'ldi, agar xabaringiz bo'lgan bo'lsa 13-da. Shu ashulangizni men eshitib ko'chaga chiqdim. Bu o'sha Paradda bo'ldi, men ertayu kech xizmatdadir. Bir lahza ham tinim bilmas. Qushda tinim borki ammo bu zotlarda tinim bo'lmas. Qor u yomg'ir davul birlan bo'ronlarni pisand qilmas. O'z shiddatiga ishongay vatanparvar fidoyilar. Qor u yomg'ir davul birlan bo'ronlarni pisand qilmas. O'z shiddatiga ishongay vatanparvar fidoyilar. Vatanparvar fidoyilar. Vatanparvar fidoyilar. Eli yurtim deya yongay vatanparvar fidoyilar degan joylar bo'ladi. Bu hozir davr talabi bu. Talabiga moslab qo'shiqlar ham rivojlanib, yangilanib boraveradi. Mana bu qo'shiq. Alisher aka, sizga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Kelib turing radioyimizga.